Ey Robbim, men seni baytingni sog'ingan edim-ku. İçim ezilib zo'rg'a kutayotgandim-ku. Men ortiq kutolmayman-ku. İçim qanchalik baytingga oshiqayotganini bilarding-ku. Nega unutirasan deb battar yig'lardi. Hech kim yupata olmadi. Biz hamsafarlar bilan registratsiyadan o'tib ketdik. Otaxonning ovozi anchagacha eshitilib turardi. Samolyotga chiqish uchun kutish zalida o'tirganimizda, hurmatli yo'lovchilar, tepada havoni keskin o'zgarib ketganligi sababli uchish 4 soatga kechiktiriladi degan ovoz keldi. Shu bilan biz ham o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'ldik. Oradan bir qancha vaqt o'tib Allohu akbar, Allohu akbar degan ovoz bilan otaxon qo'lida pasport bilan kirib keldi. Unga qo'shilib biz ham ko'zimizda nam bilan